Suv soatini ixtiro qilgan inson haqiqiy geniy edi. Ilk davrlarda odamlar vaqtni o'lchash uchun quyosh soatlaridan foydalanishardi, lekin bulut yoki yomg'irli kunlarda ular ishlamasdi. Shu muammoni hal qilish uchun suvdan foydalanish yo'lini topishdi. Katta idishga suv quyishar, pastki tig'ini ochishar va suv sathiga tushgan sari belgilar orqali vaqtni hisoblashardi. Ammo bu usulni katta kamchiligi bor edi. Suv pasaygan sari bosim kamayar, oqim sekinlashar va hisob xato chiqardi. Ustidan doimiy ravishda suv quyishga to'g'ri kelardi. Haqiqiy suv soati paydo bo'lgandan keyin barcha muammolar hal bo'ldi. Idishning yuqori qismida o'lchamli silindr va ko'rsatkich bor edi. Ichkaridagi suv ko'tarilganida cho'michdan tayyorlangan papilok ham ko'tarilardi. Demak, ko'rsatkich vaqtni aniq ko'rsatardi. Eng genial qismi esa maxsus zaxira idishi edi. U suv bosimini doimiy ushlab turardi. Ortiqcha suv esa quvur orqali chiqib ketardi. Hatto ularda avtomatik qayta o'rnatish tizimi ham bor edi. Suv ma'lum balandlikka yetganida sifon effekt ishga tushib, idishni bo'shatib yuborish va vaqtni noldan boshlash mumkin edi. Endi savol, sizningcha qadimiy odamlar suv soat orqali vaqtni aniq o'lchashni uddalashganmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.